Keling, kuyov bola, tanlab bo'ldinglarmi? Qanaqa kuyov bola? Biz qizingiz bilan kelisha olmadik, короче. To'y bo'lmaydi. Menga bunaqa kambag'al oila kerak emas. Voy. Nima deganing bu? Nima deb tashlading hozir? Shaharda yarmi bizga tegishli. Meni kimligimni bilasanmi? Otasini kimligini bilasanmi? Nimadan muammo? Mebelmi, uymi, mashinami? Kerak bo'lsa to'yini qilib berishga qurbim yetadi. Nimam kambag'al ekan? Shuni ayting oyi, bu pas bilan umuman yashamayman. Faqat arzon mebel tanlab yuribdi. Menga qimmat mebel yoqadi, qimmat telefonlar yoqadi. Eng zo'rini ishlatib o'rganganman. Eshitmadingmi onamning gapini? To'yinggacha o'tkazib beramiz. Qani, kim bo'tdi kambag'al? To'g'ri, sizlarning pulinglar ko'pdir. To'yimni o'tkazib berarsizlar. Mayli kerak bo'lsa dunyoni sotib olasizlar. Lekin o'sha pulingizga mash qizingizga farosat sotib ola olasizmi? O'sha pulingiz bilan mash qizingizni ko'zini to'ydira olasizmi? Men shu vaqtgacha o'zim hammasiga erishib katta bo'lganman. Mana shu o'tirgan do'koningiz ham meniki bo'ladi. Menga kambag'al, boy unaqa narsa yo'q. Men uchun hamma bir xil. Shuning uchun ham men hammani o'ylab xalqbob aksiya qo'yib qo'yganman. Mana ko'rib turgan Oppo A38 telefoningizning narxini 99 mingdan, mana ko'rib turgan Honor X7D va Oppo A3 telefoningizning narxini 149 mingdan qo'yib qo'yganman. Endi bu telefonlarni mendan sizlarga hadiya bo'ladi. Odam dunyoviy boy bo'lishi mumkin, lekin mana qashshoq bo'lish kerak emas. Bularga o'xshab.